Xo'p, YouTube kanalimiz obunachilari, assalomu alaykum. 2 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi. Samarqand shahar Aziz bozor yaqinida joylashgan domlar. Panelli dom. Xo'p, mana bu eshikdan kirib kelamiz. Prixoshkamiz bor. Xo'p, chap qo'lda birlashgan sanuzil hamda ikkita xonasi ichma-ichda bo'lgan planirovka. Xo'p, mana bu joyimiz birlashgan sanuzil. Xo'p, akkuratni holatda turibdi. Issiq suvimiz bor, pol avtomat stiralkalar. Xo'p, to'g'rimizda oshxona joylashgan. Oshxonamizda ham hamma sharoitlarimiz bor. Xo'p. Ba'zi bir narsalarni olib ketayotganlar, hammasi qolmaydi. Video davomida. Xo'p, mana bu o'rtada zalimiz joylashgan. Ba'zi bir eshiklar taxtalik turibdi. Buni ham bilib qilgan ekanlar. Mana bu tarafda alyumindan oyna, xo'p, bu tarafda taxtadan qilingan ekan. Terlagani uchun shunday qildik. Nafas olmadi kvartiramiz deydilar. Va mana bu joyimiz yotoqxona qilib ishlatyaptilar. Mana bu joyni bo'lib turib, kladovka qilgan ekanlar. Gipsokarton bilan bo'lingan. Xo'p, 2 xonalik 4-qavatda joylashgan 4 qavatli eski binolarning 4-qavati. Aziz bozor yaqinidagi domlar 45.500 deyaptilar. Zudlik bilan sotiladi. Qiziqqanlar tezda aloqa chiqamiz.